70 kilo bilan keldim. Hozir 55 kiloman. Nigor opamdan mo'ljaro olish boshladim. Chiroyli, idealniy ozib oldim. Xudoga shukr, rahmat kattakon Nigor opamga. Toshkentda eng mashhur kosmetologdan $150 oldim. Birinchi 2,5 dozamni. Keyingisini, уже ikkinchisini Instagramda Nigor opamni ko'rib qoldim. 800 mingdan qo'yganingiz, Nigor opa. Keyin уже sizga keldim. Keyin уже olish boshladim. 2 oyda 15 kilo vес tashladim. 70 kilodan 55 kiloman. Hozir 55 kiloman. Xudoga shukr. Rahmat kattakon. Yo'q, zararini men sezmadim. Menda qusish, bosh og'rish, aylanish, unaqa ko'ngil aynish, unaqa narsa bo'lmadi. Absolutni ishtaham bo'g'ildi. Faqat suvga, mevalar, sabzavotlar, ovqatlarni ham kam-kam. Bir peyla atroflarida yedim. Undan ko'p yo'madim. Lekin hozir xudoga shukr yaxshi. Semiz paytimda oyog'im og'riyotdi, boshim постоянно og'riyotdi. Hozir uyqum normal emas edi. Hozir hammasi joyida, xudoga shukr, yaxshi. Hozir necha kilosiz? Hozir 55 kiloman.